Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan 35 ming sarflab shunaqa ajoyib va mazali pirojni tayyorlash sirlarini o'rganamiz. Birinchi bo'lib pirojnimiz uchun 5 ta tuxum chaqib olamiz. Oq sarig'ini birgalikda solamiz hamda 150 gramm shakarni ham sovuramiz. Har bitta tuxum soniga 30 gramm shakar, 30 gramm kakao va un aralashmasi to'g'ri keladi. 20 gramm kakao, 130 gramm un hamda 5 gramm razloxitel solib, quruq massalarni aralashtirib oldim. Shakar va tuxumni birgalikda ko'pirtirishni boshlaymiz. Toki oppoq qattiqroq massa hosil bo'lguncha 5 minut davomida ko'pirtirib oldim. Mana shunaqa massa hosil bo'ladi. Endi esa quruq massalarimizni ikkiga bo'lib solib olamiz. Klassический biskvit tayyorlash videosida ko'rsatganimdek, unni aralashtirish qoidasidan foydalanib aralashtirib olamiz. Duxovkani oldindan qizdirib qo'yamiz. 180 gradusda 10 minut davomida pishirib olamiz. Duxovkani listiga pergament qog'oz to'shab, massamizni solib olib, ustini yaxshilab lopata va shpatel yordamida tekislab oldim. Mana 10 minut o'tib biskvitimiz ham pishib chiqdi. Endi esa sovutishga olib qo'yamiz. Pirojnimiz uchun eng mazali krem, qaymoqli va sug'ishonli molokoli kremdan foydalandim va videoda ko'rsatilgandek qulupnay sousidan sovib oldim. Mana kremimiz ham tayyor bo'ldi. Endi esa biskvitimizni qog'ozdan ajratib olib, endi esa sovigan biskvitimizni olib, mana shu 7 santimetrli qolipchada kesib chiqdim. Menda jami bo'lib shu masalliqdan 10 ta pirojnoy chiqdi. Mana videoda ko'rib turganingizdek juda ham mayin va yumshoqqina biskvit bo'lgan. Atrofidan chiqqan bo'laklarni esa blenderda maydalab oldim, urg'oqlarini. Shakarli suv tayyorlab olib, har biriga 1 osh qoshiqdan solib chiqdim. Pirojnichalarimizni kremlab, bir-biriga ustma-ust qilib qo'yib, xuddi videoda ko'rganingizdek qilib atrofini kremlab, ustini esa atrofini urg'oq bilan yopib olamiz. Ustini esa kremlab, yana shokoladli glazurda bezab chiqamiz. Men bu pirojnichalarni, masalliqlarni pulini hisoblab hamda hatto svet pulini qo'shganimda 35 ming jami pul ketdi. To'g'ri, hamma joyda narx har xil. Shuning uchun o'zingizni ketgan masalliqlaringiz pulini hisoblab olib, 2 barobar ustiga narx qo'yib sotsangiz bo'ladi. Masalan, 3,5 mingdan donasi tushgan bo'lsa, 7 mingdan sotsangiz bo'ladi yoki uyda bolalaringiz uchun tayyorlab bersangiz shunaqangi og'iz eriydigan pirojni bo'ladi. Mana ichini ham kesib ko'rsatdim. Juda ham yumshoqqina mazali pirojni. Yurakchani bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, chunki sizning fikringiz men uchun juda ham muhim.